Andijon pechka va qurish xizmati. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Andijon shahrida Xirabeydamiz. Xo'p, qadrdonlar, shunaqa pechka va qurish xizmatlari bo'yicha tashrif buyurganmiz. Bu yerda ustakalarimiz hozir pechka qurish jarayonida ekan. Xirabeylik opamiz buyurtma qildi pechkani. Hozir juda ko'p oldingi videolarimizda pechkaning narx-navosini gapirib o'tgandik. Hozir qurish jarayonlarini ham yoritib beramiz sizlarga. Hozir mana ustalarimizni ish jarayoniga bostirib kiramiz. Assalomu alaykum. Ustakalar xorlaylar. Charchamayapsizlarmi aka? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimsiz? Mashimiz taqib olasa. Bo'ldi. Opa. Yaxshi oldinglarmi? Rahmat aka. Bu yerda hozir qurish jarayonlari ketyapti ekan. Ko'p obunachilarimizga aytgandik, o'tgan safarlar faqat shu pechkani obzor qilardik. Endi bu safar umumiy holatda qurish jarayonlarini bir yoritib beramiz endi bu safar. Bo'ldi uka. Xo'p, bu pechkamizni bo'yiga 1.5, bunaqasi olib chiqqan bilan общий hisoblasangiz 80 bo'ladi. Qurganingizda bu yoqqa shu krasnodga chiqib turadi oldiga. Chunki buni bemalol qozon qo'yib, chopa qo'yib, ovqatlarni bemalol pishaveradi bunda. Lapalar ajraydi mana. Qozon razmeriga, chana razmeriga qarab chiqaradi bularni. Listlarni mana. Listlarimiz qalin, 4.5 listdan bo'ladi. Qalin listlari. Hozir mana bu pechkamizni Andijon viloyati Xirabeyga olib kelib qo'yib beryapmiz. Opamiz zakaz qildi. G'ishtlarini ham, pechkalarni ham o'zida olib keladi o'da. O'zimiz asosiy biz pechka qilamiz. G'ishtni ham o'tga chidamli, kuymaydigandan topdik. Xudo xolasa o'zimizdan olib keldik. G'ishtni ham, pechkani ham olib keldik mana shu yerga. O'sha yerda olib kelib quryapmiz. Buni old ko'rinishi. Old ko'rinishi. 1.5 ga 80, 40 oldi shu qo'yadigan joyi chiqadi 40. Albatta, bu yoq 40 chiqdi. Agar общий guruh hisoblaydi bo'lsangiz, orqasidan oldini 80 bo'ladi. Qurganingizda ham oldi chiqqani 40 bo'ladi. Hozir mana bu yerda kuldonlari ham. Albatta, tepa tomonda mana duxovkasi mana birinchi, duxovkasi. Yana duxovkasi mana. Shu yerdan yaqinroqdan ko'mir o'tin solgan joyi, tepadan ham olsangiz ko'mir o'tin solib qo'yasiz, buni afzalligi zo'r buni. Tepadan ham pastdan solib qo'yasiz ko'mir o'tinlarini. Bu past tomoni g'aladoni shunga tushadi. Tushgandan keyin obod to'kib, yana joy qatar qo'yib qo'yiladi ular. Kuldoni ham kattagina ekan. Albatta, kattagina. O'tinlar ham bunimizda shu 70-80 sm uzun o'tni tiqib qo'yasiz bunga. Bemalol, ichi keng bunimizni. Hozir bu xonamiz nechiga nechi? Bu xonasi 3 ga, nargisi 4. 3 ga 4. 3 ga 4. 3 ga 4. Bemalol. Ikkita xona bemalol spokойно inshaalloh isitadi. Isitadi demak. Gazga ham moslab qo'yganmiz. Gazi bor obunachilarimiz gazga ham moslab qo'yganmiz. Yonboshdan gazga tushadigan joylari bor ekan. O'ng tomonda va chap tomonda o'ta shunaqa gazga moslab qo'yganimiz bor mana. Bularimizni. Hozir mana qadrdonlar, videomiz oxirida umumiy hisobini chiqarib beramiz. Birinchi obzorni qilib olsak, qiziqqanlar ko'p. Birinchi narxini aytmaysizlarmi deb yozishadi. Shunga oxirida aytamiz axir. Inshaalloh aytamiz oxirida. Endi mana bu yerda nimasi tutun chiqadigan xotlarni joylari chetdan tutun chiqadi. Xo'p, azbizda ham biz premo chiqarmaymiz. Ko'pchilik premo chiqarib qo'yayotgan. Premo chiqqanda ammo tozalashga neudon bo'lib qoladi. Biz yo'q buchakani chiqaramizda, tozalashga ham oson bo'ladi. Mana xot qo'yib beramiz, keyin оборот qilmasangiz bunga bo'lmaydi. Zigzag qilamiz. Shuning uchun mana zigzag turib, yo bu tomonni chiqaraveramiz. Ko'pchilik olib borib uchun premo qilib qo'yayotgan, premo qilgani issig'ini polni tepaga olib chiqib qoladi. Shuni xapi bor. Shunga iloji bo'yicha zigzag qilib turib, keyin chiqarish kerak bunga. Rasxod ham kamayadi demak. Albatta, rasxod kamayadi ham, isishi ham zo'r bo'ladi inshaalloh. Endi orqa tomonga chiqsa, orqa tomondan duxovkalar bor. Tarafini o'tamiz ham. Yo'lni boshlangchi. Bu mana orqadan ko'rinishi bu pechkamizni. Opa. Orqa tomondan duxovkasi bor buni ham mana. Ochiqlik. Albatta, bemalol ovqat isiveradi, choydan qaynaydi inshaalloh. Hozir 1 soat yeb tugatamiz. Agar vaqt bo'lsa, vaqtingizda biz bo'lib qolsa, yaqinroq ko'rsatamiz. Pechkalarni, isitishlar boshqalarini ham. Bu yoq issiq ham yaxshi bo'ladi, men ochiqligi bor duxovka. Albatta, duxovka ochiqligi uchun ko'proq issiq beradi. Mana g'ishtlarimiz. Bu g'ishtlarimizda har xil svetda bor, qizili bor, qorasi bor, jigarrangi bor. Kim qanday xohlasa shunday olib borib qo'yib beramiz. Hozir opamizga sara degan uchun polni hammasini sara qilib olib keldik. Klient xohishiga qarab, albatta, qarab g'isht desa, shu g'ishtdan qildirib beramiz. Rangini to'yiz. Ablisopka g'ishtlar. Albatta. Endi faqat shunaqa ablisopka bo'ladimi deganlar uchun endi oddiy g'ishtda ham bo'ladi o'zi aslida. Albatta, oddiy pishgan g'ishtdan bo'ladi. Endi qarang, oddiy pishgan g'ishtdan keyin, bizdan keyin ustiga chiroyli bezagiga bir kafelmi, dekormi, trevetmi qilib qo'yish kerak. Bu g'ishtdan bo'lgan emas, mashg'ulotda qoladi. Buni chang kirib bo'lganda bitta latamdan artib qo'ysa bo'ldi. Shunday qoladi bu g'ishtlarimiz.
Uyingizga ham отдельно bir vid berib turadi bu pechkamiz. Ha, chiroyli bo'lib turadi. Chiroyli Undan ko'rsatamiz, keyin remont ha. qilishda ham hojat qolmaydi. Albatta. Bu hisobga olishdan keyin. Keyin bu xotimiz. Bu Tozash xotli bu ikkita bolt qo'shsangiz buni 13 kilo tushadi. Aha. Hozir mana 13 kilo tushadi bunga. Bemalol bundan sim qo'yib olsa, sim bilan mayda muslarni olib beradi. Uni tiqibdi simda. Tozalagani. Albatta, shunday qo'yib qo'yganmiz. Orqa tomoniga ham, oldiga ham qo'yib qo'yganmiz. Bu pechkamiz tozash xotlari 3 ta, 4 ta bo'ladi. Agar bitta xot qo'yib berganmiz, shundan 4 ta bo'ladi. Bemalol qiynalmasdan tozalanadi. To'lib qo'yganda tozash umuman muammo joyi bo'lmaydi bularimizni. Hozir listda yuqoriga chiqib ketgan pechkalarimizni shunga e'tibor berib qo'yishdan turli to'rarlik lista qilamiz biz. Haliga bizda ham arzonlari bormi, arzonlari bor, lekin unga biz javob bermaymiz. Bu pechkalarimizga bemalol o'zimiz javob beramiz. Ishimizga ham pechka javob beramiz inshaalloh. Bular hammasi turli lista. Albatta turli to'rarlik lista ham bo'ladi, yangi lista ham bo'ladi albatta. Ishlab chiqqan kontrakt masalasi bo'lmaydi bizda. Hammasi lazerda kesilgan. Albatta lazer kesilgan, mana molar naqadar bukilgan mana. Lazerda kesilgan. Albatta. Yo'q, razmerlari ham 1.5, 1.580 deb. Albatta, bo'yiga 1.5, shu общий bag'isi olishgan hisoblasangiz 80 bo'ladi nariga tomondan. Demak, hozir xod qancha bo'lsin, 1 metr ochib qo'ysa bo'ladimi? Hozir joyida iloji bo'lsa, shu enini 90, bo'yidan 1.90 qilib qo'ysa bo'ladi. Tashab ketishsa, agar buzilmagan bo'lsa, ana bo'yni o'zimiz kelib buzib qo'yib berdik, qo'yib beramiz buni. Aytdak, o'sha joy tashab ketaman degan bo'lsa, eniniga 90, bo'yiga 1.90 bo'lsa bo'ldi. Agar buzib qo'ysa, ashuna buzib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Naborot. Buni hali klient bilan kelishgan holatda nima qilasizlar? Albatta, Qanaqa holat turibdi bu o'zi? Misol uchun paxsami yoki g'ishtmi, pishirishmi, qayerdan urilganligini bilib turib. Albatta. Shunga Keyin ko'pchilik so'rayapti, sinchli uy ham qo'ysa bo'ladimi deyapti. Albatta bo'ladi, sinchli uy ham qo'yib beramiz. Hozir bezapasini qilib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Sinchli uylarga ham bo'laveradi. Bu nima ham temir ham shunga nima qo'yilgan? Albatta, bu ugolni 5 ga 5 ugolni bo'ladi. Qalin shu g'ishtni ko'tarib turish uchun qo'yiladi albatta uni qilamiz. Ugollarimiz. Endi bu nimalarga o'tsak ekan? Pechkalarimizni narx-navosiga o'tsak. Narx-navolarimiz pechkamiz o'zining narxi hozirgi kunda 2 milliondan qilib qo'ydik. O'z bularni 2 million 300 2 millionga sotdik. Hozirdan tushirib, 2 milliondan qilib qo'ydik pechkani o'zini. Pechkani o'zi 2 million so'm. 2 million so'm qo'ydik. Narxi 2 million so'mda. Xo'p. Bundan kattalarini ham aytib o'ting. Endi hozir qarang, bizda asosiy 15 xil pechka bor o'zi bizda. Hozir sexga borsak ham bir video qilamiz sexda ham. 15 pechka bor. Telegramdan yozish nomerlarimizga biz tashab beramiz. Ko'radi, tanlaganini xohlasa olib borib kelishtirib, shundan g'ishtlarni bilan bo'lsa, g'isht hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib qo'yib beramiz, shunday chiroyli qilib inshaalloh. Telegramda, WhatsAppda yozaverasizlar, biz pastda hozir nomer chiqadi, yozib qo'yaman. Hozir eng haligi hozirgi kunda hadovoy ketayotgan pechkalarimiz shulardan hozir, to'g'rimi? Bular bundan oldi chiqmagani ko'proq hadovoy bo'ladi. Bo'yiga 1.5, to'g'risidan bo'ladi. Mashina singari silliq bir xilda chiqqan bo'ladi, oldi bo'lmaydi. Qozon qo'ygan bo'lmaydi, tekizdan bo'ladi. 1.5 pechkalarimiz 3-4 xonalarda ikkita. Ularimiz 30 kvadratdan 65-70 kvadratga bemalol isitadi. 30 kvadratdan 65-70 gacha. Albatta, bemalol isitadi inshaalloh. Xo'p, buniki narxi pechkanimiz o'zi 2 million so'm. 2 million so'm qilib qo'ydik ularimizni. Ular endi xizmatimiz, misol, ashuna turini tushuntirib bering, qanaqa bo'ladi? Hozir qarang, o'zimizda Andijonga bo'lsa, hozir mana shu g'isht hamma yo'g'ini shu opamizga 4 millionga olib kelib qo'yib beryapmiz. Xizmati yo'q, g'ishti yo'q, hamma yo'q ichida, albatta, hamma yo'q ichida. Bilan общий deyapti. Endi hozir beramiz hozir manzil aytib. Hozir bizga kelgan kerak bo'ladi azbest turbi. Shunaqa ugolni kum sement olib qo'ysa bo'ldi, qolgan hamma yo'q o'zimizda. Klient o'zi oladigan narsa shu. Albatta, shu, ashtadan olib beradi, shu bilan bo'ldi. Qolgan narsa g'ishtini, shu pechkalarni o'zimiz olib kelib, buzishga biz buzib, shuni olib qo'yib beramiz o'zimiz. Endi bu Andijon o'ziga shunaqa 4 million, qolgan joylarga kelishamiz endi. Iloji boricha kelishtirib qilib beramiz inshaalloh. O'zbekiston bo'ylab borib qilib beraveramiz. O'zinglar olib kelib, buzib, yig'ishtirib, chiroyli qilib hamma yo'lni qurib, общий qilib ketasizlar. Endi bunaqa abisobga g'isht bo'lmasa mabodo. Oddiy g'isht ham bo'laveradi. Oddiy g'isht ham bo'laveradi. Demoqchiman, anaqa remontini boshqa ustalar qilib oladi. Boshqa ustalar qilib oladi. Biz faqat shu cho'rni g'ishtini qilib beramiz, bo'ldi. Undan keyin ishimiz tugadi, yog'i o'zi xohlagan ishlasini ishlaveradi. Pechkani shuni patrul holatda qilib qo'yasizlar. Albatta, tayyor shu yaqib beramiz, tumonlarni tomonga chiqarib, yaqib ko'rsatib beramiz, keyin kelamiz, birodarlar. Endi dastlabkilarimiz qanaqa bo'ladi, misol? Dastlabkilari kelishiga holat qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Xohlagan O'zbekiston tochkasiga aytsa, uygacha olib borib beramiz, iloji boricha faqat kelishdan narxda. Yozishda Telegramda aytamiz, mancha bo'ladi deymiz, ma'qul kelsa chiqaveramiz. Misol uchun endi qizig'i vodiy bo'ylab qanchaga chiqaverasizlar endi общий mash pechkamiz aynan. Buni o'zimiz Andijonga bo'lsa, shu joyiga qarab 100 ming, 150 ming chiqaveramiz o'zimiz Andijonga. Endi Namangan, Farg'onalarga shu 200, shunaqa har xil 300 har xil bo'lib qoladi. Masofasiga qarab qilib beramiz. Narxi oshib beradi. Kelib olib ketaman desa, ancha tushib beramiz iloji boricha. Joyidan bo'lsa,
o'zimizni sex kelsa, ancha yo'lda qilib tushib beramiz. Hurmatli obunachilar, bemalol lokatsiyamizni, do'konimiz, seximizni ayting. Bizga hozir Andijon eski shaharda ham bor, aeroport oldida ham bor. Xo'p, keyin 220 km yo'lda bor. Mana shu manzillarga bemalol murojaat qilsanglar, akamiz o'zlari narxni ham kelishtirib beradi, arzonlatib. Bemalol o'zinglar mashinada kelsanglar, olib kelsanglar ham bo'ladi. Albatta, Uzoqroqda bo'lsanglar, safarda bo'lsanglar, musofirda bo'lsanglar, telefon qilasizlar, Telegramga, WhatsAppga aloqaga chiqib buyurtma qilasizlar. Uylarga dostavka qilib beradi. Xohlasanglar o'zlari ham shunaqa borib qurib beradi. O'zbekiston istagan joyga borib qo'yib beramiz. Ya'ni biz Samarqandga ham borib qo'yib berganmiz, shu tushunarli qo'yib berganmiz. Shuning uchun bemalol O'zbekiston qayerdan bo'lsa ham telefon qilishsa, yozishsa, kelishib bo'lsa borib qilib beramiz inshaalloh. Samarqandga o'z olib borib, o'z o'rnatgansiz. Albatta, Samarqandda Kattaqo'rg'onga borganmiz. Keyin Payariqqa bordik Samarqandda. Ikkita, uch marta borib kelganmiz yog'larga. Orqadan ham klientlar Albatta, ko'p inshaalloh, Kelishib bo'lsa borib qilib beramiz. Shunday xuddi shunaqa qilib, go'zal qilib borib qo'yib beramiz. Mana qadrdonlar, hozir mana ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Shu hozir Telegramimizda, WhatsAppimizda albatta Telegram, WhatsApp bor, ishlaydi albatta. O'zi javob berasiz hammasiga. Bemalol aloqaga chiqib. Albatta, agar telefon qilsa ko'tarolmay qolsa, yozib qo'ysin, iloji boricha bo'shab, yozib naq beramiz. Endi musofirdagi akalarimiz misol uchun Rossiyada ishlaydiganlar ko'proq kechqurun telefon qiladi. Eng qizig'i ular telefon qilishaversin. Qasm havzan musofir bo'lsa telefon qilishaversin, iloji boricha olib javob beramiz inshaalloh. Mana qadrdonlar, hamma narsani mana oydinlik kiritdik. Pechka narxi, qurilish xizmati, общий qanchaga tushganini aytdik. Endi agar keyingi videolarimizda xudo xolasa akamiz sexiga borib, inshaalloh общий hamma umumiy pechkalarimizni video obzor qilib, narxini ham aytamiz. Qolgan pechkalarimizni. Misol uchun katta kvadratli uylarimiz bo'lsa, ularga qanaqa razmerdagi pechkalar tavsiya qilasiz? Ularga misol hozir qarang, 7 ga 8, 8-9 xonalar bo'ladigan bo'lsa, bo'yiga 1.30 lik pechkamiz bor, shuni tavsiya qilamiz. Keyin bularimizni, pechkamizning ichida obroti 3 ta bo'ladi, u 1.30imizda 5 ta obrot bo'ladi. Shunda katta xonalar uchun kattaroq bo'ladi, ham obrot ham ko'proq bo'ladi undan. Kattaroq mehmonxonalarga bo'lishi mumkin, zallarga, shularga. Zallarga, keyin o'sha ko'proq zallarga bitta xonani o'sha o'ziga qo'shsam bo'ladimi degan akalarimiz ham bor. Shu burcha, zalning burchagiga kaminni qilib qo'ygan pechkamiz ham bor inshaalloh. Yozsin, tashlab beramiz rasmlarni. Juda ko'p naqalarimiz bor. Biz o'rnatgan joylar rasmga olgansizlar, rasmga video olamiz, har doim qayerga bo'lsa olamiz. Tashlab beramiz, ko'rishadi inshaalloh. Asosiy yana bir qiziqadigan tarafi rasxotini aytaylik. Bularimiz rasxoti uka, hozirgi kunda ko'mir rasxotga 12 kilo, 13 kilo, 14 kilo bor bularimiz. Biri 5ligimiz bo'lsa, 10 kilo, 11 kilo bo'ladi, biri 5. Kunlik rasxot shunaqa. Kunlik rasxotdan ko'mirga faqat. Ko'mirga faqat. Hozir bularni hammaga moslashgan, gazga, ko'mirga, o'tinga moslashgan pechkalarimiz. Ana qadrdonlar, obunachilarimiz, sizlarga hamma narsani qo'ldan kech oydinlik kiritdik. Like bosib, kommentariyada fikrlarni o'zingizlar qoldiringlar. Akamizni bemalol aloqaga chiqib, videolarni shunaqa pechka istab yurgan qadrdonlarga, tanishlarga, musofir yurgan aka-ukalarga tarqatib qo'ysanglar, manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Hammanglarga rahmat.